Pravaga topshirayotganimizda bizga 083 spravkasi kerak bo'ladi, lekin 083 spravkasini qayerdan va qanday olishni haqida men video topolmadim. YouTube'da to'liq video topolmadim. O'shaning uchun o'zim shu videoni olishga qaror qildim va 083 spravka olish uchun menga 2 kun kerak bo'ldi. Demak, birinchi bo'lib, albatta 083 spravkasini biz o'zimizni klinikamizda, poliklinikamizda olishimiz kerak deb o'ylardim. O'zimni rayondagi poliklinikaga men telefon qilib so'rasam, ular biz qilmaymiz deyishdi. O'shaning uchun o'rtoqlarimdan so'radim, ular qayerda qilganini va 3 o'rtog'im bitta joyda qilganini bildim va o'sha klinikaga borishni qaror qildim. U poliklinikada ko'p odamlar shu 083 spravka olar ekan. O'zi o'sha uchun ham ajratilgan shekilli o'sha poliklinika. Uni demak joylashgan joyini ssilkasini pastda mana opisaniyada qoldiraman. Men o'tga o'tib link bosib o'sha kartada ko'rib olishingiz mumkin. Nomini ham aytib o'taman. Mana bitta rasmi ham chiqadi. Nomi 3-sonli shahar 3-son klinik shifoxonasi deb aytilar ekan nomi. Demak, bizga 083 spravka ochish uchun kerak bo'ladigan dokumentlar o'zimiz bilan olishimiz kerak. O'sha poliklinikaga borishdan oldin bu bizni pasport seriya kopiya, keyin psixodispanserdan turmasligimiz haqidagi MyGov'dan olishimiz kerak 7000 so'mga. Narkodispanserda turmasligimiz haqida uni ham MyGov'dan olishimiz kerak. O'sha MyGov'ga kirib yozsanglar psixodispanser narkodispanser yozsanglar sразу chiqazib beradi. 7000 so'm, ikkalasi ham 14000 bo'ladi u option. Jami 14000 bo'ladi. O'shani ko'chirib olsanglar o'zingizlar bilan chiqazib olishinglar kerak. 3 ga 4 rasm o'zingizlar bilan 4 ta olishinglar kerak. O'zingizlar uchun olinglar. Keyin baribir kerak bo'ladi. Va o'sha dokumentlarni olganimizdan keyin biz shu klinikaga boramiz. O'sha poliklinikaga borganimizdan keyin o'sha poliklinikaga kirdik va kirganimizdan keyin 12-xonaga boramiz. 12-xonada qabulxona. O'tga borganimizda u yerda 083 spravka topshirish uchun keldim deysiz va sizga anketa ochishadi. Anketani ochishganda mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Rasmi chiqadi hozir va sizlarga chek beradi. O'sha chekni olasizlar. Chekni olib borib kassaga to'lab kelib olib kelganingizdan keyin u chekni sizlarga yopishtirib berishadi. Sizlarni anketinglarga. Uni ham ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Va sizlarga aytishadi, qaysi doktorlardan o'tishinglar kerakligini birinchi kun sizlar demak qon topshirasizlar, nevrologdan o'tasizlar va UZIdan o'tasizlar. O'pkanglarni tekshirasizlar. Narsani aytib o'tay, men bu qon olayotganda ovqatlanib kelish mumkin ekan. Unga qarashmas ekan. Mendan so'rashmadi ovqatlandingmi, yo'qmi. Ovqatlanib kelish mumkin ekan. O'shaning uchun bemalol kelaversanglar bo'ladi. O'sha 3 ta doktordan o'tib bo'lganingizdan keyin glavvrachchi oldiga kirib, men o'tib bo'ldim deb topshirib ketasizlar va u glavvrach aytadilar sizga ertaga keyin gaplashamiz. Menga shunaqa dedilar. Ertasi kuni kelganimdan keyin glavvrachchiga tashlab ketgan bo'lsam anketam unda emas dokumentim 12-xonada o'sha qabulxonada bo'ladi. U yerda o'sha hammasini birga skripkaga o'tkazib qo'yishgan bo'ladi. O'shanisi plus, olasizlar. O'sha xonani o'zida okulistdan o'tasizlar, ko'z tekshiruvi bo'ladi. Zreniyalarni tekshirishadi. Keyin o'sha qon topshirgan joylarga xonasiga borasizlar-da, 22-xona deydi menda. Borib, u xonadan qon javobini olib, keyin terapevtga kirasizlar. Terapevt o'sha qon javobiga qaraydi hamda narkodispanserga turmasligingizga qarab, keyin o'sha savol-javob o'tkazib, davleniylarni o'lchab, sizlarga yozib beradi. O'sha sog'lommisiz yoki nosog'lommisiz. Endi undan keyin sizlar o'sha glavvrachga kirasizlar 15-xonaga. Sizlarga bitta maslahat, shu qonni javobini olib terapevtga kirguncha o'sha 15-xonaga glavvrachchi oldiga kirishiga navbat olib qo'yilishi, agar rosa ko'p bo'lsa. Navbat olib qo'ysanglar, unga terapevtga kirib chiqquningizcha navbatinglar kelib qolishi mumkin. Glavvrachga sizlar navbatga turasizlar. Navbatga turganingizdan keyin glavvrachchi oldiga kirasizlar. Navbatinglar keldi, kirdinglar. Hamma doktorlardan o'tganinglar anketasi qo'lingizda, psixodispanser, narkodispanser, hammasi shu pasport kopiya, hammasi shuning ichida berasizlar. Berganingizdan keyin sizlar bilan daltonizmga qarshi rasmda ko'rsatadilar. Daltonikmisiz yo'qmi, qo'pol qilib aytganda shuni tekshirish uchun. Bitta ikkita 3 ta bo'ladi ko'rdim. То, что
aniqlolmagani uchun qaytarib yubordi u bolalarni. Ular bilan nima bo'ldi keyin bilmadim, lekin men kirganimda hammasini to'g'ri aytdim va o'sha ikkinchi kun keldim, o'sha kunni o'zida menga 0.83 spravkani sразу chiqazib berishdi. 2 kun vaqtim ketdi 0.83 spravka olish uchun va общий 200 qo'polroq aytganda 300 ming pulim ketdi. Endi sizlar bu videoni ko'rayotgan davrda qancha bo'ladi bilmadim. Agar savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga foyda keltirdi deb o'ylayman bu video. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.